Bu yoqqa keling-da. Oxirgisida mana shu qarang, skitkamizni qo'yishimiz kerak. Insofim kirdi-da. Mayli Voy, qopdi. siz insofingiz bormi, aziz? Mayli qopdimman desa, siz aytgan narxga mana shuni skitka qilib beramiz. Men aytgan narxga. Ha, lekin o'zicha qarang, men narxini aytib olay. 2199 где-то mana shunaqa atrofida sotmoqchiman. Chunki Xitoydan premium kirib kelayotgan kачество oyoqda kiysa ham zo'r turadi. Endi insof sari narx chiqarib, o'zingiz klientlarga ayting. Ha, 5 oling. 5 olim. 99 ming. Endi sal insof chiqaring dedim-ku. Yo, menda insof yo'q, to'g'risi. Men podpishchiklarimga insof bilan, siz aytgandek insof bilan 99 mingdan qo'ymoqchiman shularni. Mana shularni to'rt xil rasvetkada kirgan ranglarni ko'rsangiz bo'ladi. Tegilarini qarang, вообще zo'r. Ani qorasini ham ko'ryapsizmi? Men Premium kачестводalik ko'rinib turibdi xohlasangiz. Ha, shunaqa. Siz maqtaydilar-da, mana shu mollarni maqtayveradilar. Chunki yaxshi narsa olib kiraman, bilasiz, o'zingiz ham ko'rib turibsiz-da mana. Tak, 99 ming bo'ladimi yo'qmi? Bo'pti endi. Nima deymiz? Mani nomimdan kelgan hammaga shu yoqdagi mana shu premium kачестводagi krossovkalar 99 ming. Ishqilib yetkazib bera olingiz. Yetkazib bera olmasangiz ham olib kelib berasiz Xitoydan, shundingiz-a? Bo'ldi. Sog' bo'lasiz, singilchi. Olib ketaverasizlar.